Ofisimizga adashib abobil qush kirib qopti. Bu qush haqida menimcha hayotingizda bir marta bo'lsa ham eshitgansiz. Ha, bu o'sha Qur'oni Karimning Fil surasida abobilga bog'liq qissada keltirilgan qushdir. Ya'ni Ka'bani buzishga kelayotgan Abraha qo'shinini tepadan kichkina toshchalar tashab ilma-teshik qilib tashagan mana shu qush turi bo'ladi adashmasam. Unga suv berib ko'rdik ichdi, lekin non ushoqlarini yemadi. Nimadandir shokda qotib qolgan edi va kim uni qo'liga olsa, mahkam yopishib olib tushishni ham xohlamadi. Ma'lumotlarga qaraganda xaritadagi mana shu belgilangan joylarda bu qushni uchratish mumkin ekan, lekin O'zbekistonda borligini to'g'risi endi bildim. Aslini olib qaraydigan bo'lsak, abobil degan so'zning ma'nosi arab tilidan olinganda to'da degan ma'noni bildiradi va ushbu qushning nomi esa ruschasiga aytganda Chorny strish, o'zbekchasiga qora uzun qanot ekan. Menimcha internetda tarqalgan Makkadagi ziyoratchilarning boshiga ham qo'nmagan mana shu qushni endi eslagan bo'lsangiz kerak. Xullas, qush 1 soatdan ko'p vaqt davomida xonamning oynasini oldida turdi. Qimirlagani ham yo'q, lekin eng qizig'i keyin tashqarida qaldirg'och va boshqa qushlar sayraganidan keyin tipirchilab